aka, mana ahamiyat bering. Yaqinroq olib keling kamerani. Qaranglar aka, mana ish sifatiga bitta ahamiyat bering. Mana kuydirib ulaganimizdan keyin spesial bu ochilib ketmaydi va bir-biriga tegib qolganda ham zamkani bo'lmaydi. Ko'pchilikda hozir yong'in kelib chiqyapti. Mana shu oddiy izolentalardan bura-bura bo'lib tashlagan holatda chiqib, mana bunaqa zavod holatda qiling. Yaqinroq keling mana. Mana bu qarang aka, ahamiyat bering. Mana zavodskiy o'zining izolentasi. Mana biz qilgan izolenta ahamiyat bering. Zavod holatda yig'ilmoqda. Keyin mana trubkaga ahamiyat bering. Mana trubkani olayotgan joyimiz. Bu yoqqa olib kelaman. Mana bu joydan pechkani suvidan ulayapmiz. Reduktorda qancha axlashini suv yaxshi qizib, reduktorda yaxshi aylansa, propanni maksimum qizdirib bergani hisobiga yurishi o'shanda ideal bo'ladi. Aka, sizga shuning uchun qayta aytayapman. Siz bizda faqatgina sifatiga klient bo'ling. Zavodskiy izolentalarda обязательно juklorni tashlagan holatda zavod qilib uстановка qilib bermoqdamiz va Alex Nano blogidan foydalanmoqdamiz. Qaytaryapmiz, bu bloklarda podbelka varianti yo'q. Hech kim bizda aldolmaydi. Ya'ni chek-pek degan narsa yonib qolmaydi. Spesial mana shu blokdan qo'yadigan bo'lsangiz, Yevropaga ham zo'r, bu ham zo'r. Sizga faqatgina biz yaxshisini taklif qilib qolamiz. Bu videoni qayerda zavod holatda uстановка qilsam bo'ladi deydiganlarga yuborib qo'ying. Aka, ishoning, siz faqat bizda sifatiga klient bo'lasiz bo'ldi. Past raqam qoldiramiz. Agar xizmatimiz qiziq bo'lsa, barcha turdagi avtomobillarga yuqori sifatda propan ham metan ham uстановка qilib beramiz. Barcha viloyatga. Tanlovda adashmaymiz, obuna bo'ling. Belarus ballonlarimiz. Ballonni ham nimaga uchun Belarus qo'yish kerak? Belarus chunki haqiqatan kачество, sifati, kilogrammi ham to'g'ri chiqyapti. O'shani hisobiga 100% sizga xizmat qilib beradigan ballon. Har doim yozdi kuniga, lekin 20% qaytarib 20% kam zapravka qilib yurishingizni so'rab qolamiz. Orqalar terma trubka qilingan holatda Tracker avtomobili mana bu xomitiga ham qarang aka. Siz boshqalarning videosi bilan meni videomni bir ko'rib chiqing. Qanday ishlashini bilasiz. Mana har bitta menichni joyigacha. Mana bu Alex blogda o'zini shteklar chiqadi. Ahamiyat bering. Shteklar yasab o'tirish ham shart emas. Spetsial zavod holatida yig'ib beramiz. Pastda raqam qoldiramiz. Sirdaryo metangiz ishonchli xizmat 24 ga yetdi.